O'zbekiston gidroenergetika tizimi 100 yoshga to'ldi. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati esa 9 yoshda. Mazkur sana munosabati bilan Toshkent viloyatining Qibray tumanida joylashgan jamiyatga tegishli pansionatda bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. So'nggi yillarda aholi sonining ortishi, iqtisodiyot va sanoat tarmoqlarining jadal rivojlanishi, energiya resurslariga bo'lgan talabning o'sishi davlatlar oldiga mutlaqo yangi vazifalarni qo'ymoqda. 2017-yilga qadar mamlakatimizda umumiy quvvati 1604 megawatt bo'lgan 36 ta gidroelektr stansiya faoliyat yuritgan bo'lsa, 2026-yilga kelib mamlakatimizdagi gidroelektr stansiyalar soni 100 taga yetdi. Sohaning umumiy o'rnatilgan quvvati 2402 megawattni tashkil etmoqda. Shuningdek, qisqa vaqt ichida qo'shimcha 800 megawatt yangi yashil energiya quvvatlari yaratildi. Bugungi kunda gidroenergetika obyektlarini yaratish jarayonlari yagona uzviy texnologik zanjir asosida tashkil etilgan. Bayram tadbirining ochilish marosimida mazkur jihatlarga alohida e'tibor qaratildi. O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati o'tayotgan 9 yil davrida yirik islohotlarni amalga oshirib, o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bosqichma-bosqich bajarib kelmoqda. Bunda tizimdagi barcha xodimlarni o'zini o'rni bor. Shu nuqtai nazardan bugun sohaga samarali hissa qo'shib kelayotgani, yangi yaqinda o'sha 1-mayda prezidentimiz qarori bilan tasdiqlangan gidroenergetikani 2032-yilgacha rivojlantirish dasturiga muvofiq belgilangan talablarni yuqori darajada amalga oshirish uchun o'sha xodimlarni motivatsiyasini oshirish, ularni o'zini kasbiga bo'lgan sadoqatini, muhabbatini oshirish, hamjihatligini yanada mustahkamlash maqsadida boshqaruv raisi tashabbusi bilan ushbu bayramni keng va tantanali nishonlashga maqsad qilindi. Tadbir orqali xodimlarning madaniy hordiq chiqarishi, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash va korporativ madaniyatni yuksaltirishga alohida e'tibor qaratildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bayramda chiroyli oilaviy kutib olyapmiz. Musobaqalar bo'lyapti, oshlar pishirilyapti. Hammaning kayfiyati yaxshi, a'lo darajada. Tadbir doirasida jamoalar o'rtasidagi sport musobaqalari, milliy qadriyatlar va urf-odatlarni aks ettiruvchi xalq o'yinlari, milliy taomlar hamda oshpazlik mahorati tanlovlari, milliy va zamonaviy san'at uyg'unligi aks etgan konsert dasturlari, yana ko'plab tanlovlar tashkil etildi. 6 ta jamoa asosida, tanlov asosida bo'lib o'tmoqda. Mazkur tanlov yakunida hakamlar hay'ati tomonidan mazkur osh musobaqasi natijalari e'lon qilinadi hamda g'oliblar taqdirlanadi. Tadbir faqat bayramona kayfiyat yaratish bilan cheklanib qolmay, balki gidroenergetika sohasida inson qadri, mehnatga hurmat va jamoaviy hamjihatlik tamoyillari ustuvor ekanini yana bir bor namoyon etdi. Nodirbek Shamsiddin, Abbos Saidaliyev, yoshlar.